Qorasuv rayoniga qarashli Altabayev To'ychi nomli o'rta maktab texnologiya va rasm o'qituvchisi Rajabbayeva Odina Anvarovna. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. 6-sinflar uchun rasm darsimizni boshlaymiz. Darsimizning mavzusi Quyosh jilosi, bahorgi peyzaj. Darsimizning maqsadi: o'quvchilar quyoshning jilosi va bahorgi peyzaj bo'yicha keng ma'lumotlarga ega bo'ladilar. Mavsumiy peyzajga to'xtalib, undagi o'zgachaliklarni ko'ra biladilar. Живопись yordamida tabiatning go'zal ko'rinishlarini aks ettiradilar. Tabiatga bo'lgan muhabbatini oshiradilar va ularga hushyor munosabatda bo'ladilar. Darsimizning jihozi: fotosuratlar va rassomlarning ishlari hamda albom, qalam, mo'yqalamlar, akvarel, guash va tabiat materiallari kerak bo'ladi. Darsimizning tezislari: peyzaj va живопись to'g'risida tushuncha, perspektiva hodisasi, ko'rgazmalar, amaliy ishlash. O'quvchilar, tabiatni tasvirlash neolit davridayoq rassomlar tomonidan e'tibor berila boshlagan. Qadimgi Xitoyda живописli peyzaj keng tarqalgan. Ular kartinani ipak gazlamaga bajarishib, maxsus qutichada saqlashgan. Badiiy rassomchilik san'atida peyzajning o'rni katta.